Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Scratchda ping pong o'yinini yasaymiz. Ping pong o'yini sizlar bilan biz yaxshi bilamiz. Bilasizlar, ping pongda o'zi odatda ping pong bu stol tennis deb tarjima qilinadi. Keling, birmuncha hozir biz soddalrog'ini yasaymiz. Ya'ni mana bizga o'yin uchun kerak bo'ladigan narsalar. Hop. Demak, bitta kerak bo'ladigan bo'lsa, ma'no jihatdan mana tangalar bo'ladi. Tangalar turli joylarda joylashgan bo'ladi. Va kelingki, mana tangalar ko'rinishi kamaytirsak ham bo'ladi. Va bizda bitta sharimiz bo'ladi, o'yin sharimiz bo'ladi va u shar harakatlanadi. O'ngga, chapga, ixtiyoriy tomonga harakatlanadi va agar sharimiz kelib devorga urilsa, u qaysi burchak ostida kelib urilsa, shu burchak ostida qaytadi. Asosan 45 gradusda bo'ladi. Ko'ramiz har xil ko'rinishda. Demak, bu holatda kelib urilganda sharimiz bu tomonga urilib va qaytib keladi. Shu holatda o'yin davom etadi to tanga tugaguncha. Tangalar hammasi tugaganda, demak, o'yin tugashi kerak ma'no jihatdan. Agar maydonimiz mana bu kichkina bizni o'yin taxtamizdan o'tib ketsa, ya'ni pastki hududga tegsa, mana pastki hududga tegsa, koptugimiz, sharigimiz tegsa, o'yinimiz tugaydi. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'yinni ketma-ketlik bilan bajarishni boshlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi qahramonlar. Qahramon bizga mushukcha qahramoni kerak emas. Bizga keling, biz yo'nalishni bilishimiz uchun hozircha shar o'rnida, koptok o'rnida mana shu strelkamiz bajarsin. Va bizga kerak bo'ladi tugma. Ya'ni mana bu yerdan harakatlantirish uchun tugma kerak. Xo'p, keyingisi esa bizda keling, biz mana bu yerga sharlarni joylashtiramiz. Chunki bularning ranglari ko'p. Bir buncha nusxalarini yasaymiz. Nusxa yasash. Keling, dastavval orqaga qaytaylik. Shu sharimizni ko'rinishini bir buncha kichraytiramiz. Chunki agar hajm jihatdan katta bo'lsa, maydonni ko'p egallaydi va bu bizda o'yinning tez tugab qolishiga sababchi bo'ladi. Demak, mana nusxa yaratib turibmiz. Ko'rganingizdek, hozircha 3 ta shar uchun yasaymiz. Qolganini keyin to'ldirib davom etsak bo'ladi. Xo'p. Demak, bizga kerakli bo'ldi. Endi maydon. Ixtiyoriy maydon. Keling, mana shu maydoncha. Mana shu maydoncha. Nimaga bu maydonni oldim? Hozir dastur davomida tushuntirib beraman. Demak, birinchi qiladigan ishimiz, demak, bizda mana shu tugmamizni keling, bu tugmamizni ham ko'rinishini ozgina o'zgartirib olamiz. Ya'ni ko'rinishini ingichkaroq ko'rinishga keltiramiz. Mana. Ya'ni mana bu strelkamizni ham kelinglar biroz kichraytiramiz. Mana. Endi strelkamiz yo'nalishini mana ko'rib turibsizlar. Yo'nalishini biz bilish uchun qo'ydik. Uni koptok qo'ysak ham bo'ladi, lekin hozir yo'nalishini mana agar o'zgartirsam, mana strelkamiz mana ko'rib turganingizdek bizga o'rganishimiz uchun kerak. Keyinchalik buni koptokka almashtirsak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, demak, birinchi nuqtasi, keling, hozirchalik 45 gradus qilaylik. Hop, mana shu 45 gradusga kelib uriladi. Maydon oxirga yetib kelganda qaytadi
va yana bu tomonga harakatlanish kerak. Buning uchun birinchi keling mana buni harakatlantirishni boshlaymiz. Xo'p, kod. Birinchi har doim. Xo'p, keling ozroq kattalashtiramiz. Har doim o'yin boshlash uchun start knopkasi bosilganda nima takrorlansin? Har doim bu voqealar takrorlansin. Qaysi voqealar? Keling, birinchi mana shu o'yin taxtamiz belgilangan nuqtamizda paydo bo'lsin. Mana x markazda paydo bo'lsin mana. X markazda paydo bo'lsin. Va shu koordinatani biz olamiz. Mana x0 minus 126 koordinatasida paydo bo'ldi. Mana har doim start bosilganda mana shu yerga qaytib keladi. U qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, demak start bosilganda markazga qaytib keladi. Demak, birinchi ishimiz bajarildi. Va biz sichqonchamizni harakatlantirganda o'ngga harakatlantirgan o'ngga, chapga harakatlantirganda chapga qiymat qabul qilsin. Ya'ni x ning qiymati xo'p, mana ikki xil ko'rinishda bor, o'zgartirish bor va sozlash bor. Mana hozir ikkalasining farqisini ko'ramiz. Xo'p, x ning qiymati nima bilan o'zgarsin? X ning qiymati sichqonchaning koordinatasi bilan o'zgarsin. Mana. Sichqonchaning x o'qi, sichqoncha mana bu yerda turgan bo'lsa, sichqonchaning x o'qi mana shu yerdagi x nuqtaga o'zgarsin. Mana silab ko'ramiz mana. Sichqoncha qayerda bo'lsa, uning markazi, ya'ni mana sichqoncha mana shu yerda bo'lsa, uning markazi, ya'ni qahramonimizning markazi ham mana shu yerda bo'ladi. Demak, x o'qi bo'yicha o'zgaradi. Uning ahamiyati yo'q, yuqoridami, pastdami uni ahamiyati yo'q. Keyinchalik yana davom ettirib ko'ramiz. Xo'p, bu sozlandi mana. Demak, keyingi ishimiz bizda mana bu sharning o'rnida turgan strelka bilan ishlash. Ya'ni strelkaning o'yin boshidagi egallab turgan o'rnini belgilash, uni harakatga keltirish va hokazo. Buning uchun har doim nima bo'ladi? O'yin start bosilganda boshlanadi. Va u harakatlardan qayerga borsin? Biz ko'rsatgan joyga. Biz qayerni ko'rsatamiz? O'yin markazini. Kelingki, eng yaqin qiymat, eng yaqin qiymat -100. Mana shu yerga o'yin markazini egallasa, mana start bosilganda o'yin markazini egalladi. Va qayerga qarasin? Qaragan tomoni, demak, o'yinimiz asosan yuqoriga qaraydi. Har doim davom etsin. Nima qilish kerak? Harakatlanish kerak. Keling, mana 10 qadam yursin. Har doim nima qilsin? 10 qadam yursin. Mana. Ana burchakda qoldi, lekin biz yo'qotib qo'ydik. Nimaga? Chunki bizning strelkamiz maydoncha chetiga chiqqanda qaytmayapti. Mana shu buyruq ham bor. Agar devorga urilsa, ya'ni devor chetki qismiga urilsa, qaytsin degan buyrug'imiz ham bor. Mana. U buyruqni ham qayerga joylashtirdim? Har doim takrorlanishga. Mana bular bir marta takrorlansa yetadi. Mana bular esa har doim takrorlanishi kerak. Stop, start mana. Mana endi ko'rdingiz, demak, strelkamiz faqat devorga borilganda urilib turibdi. Ko'rdingiz, hozircha strelka harakatda to'xtagani yo'q. Lekin to'xtash uchun bitta buyruq yasab qo'yamiz. Ya'ni qachon to'xtaydi? Qachonki mana bu jigarrang nuqtaga teginsa. Hammasini to'xtatamiz. Nima qilish kerak? Demak, hodisalardan qachonki start bosilsa nima qilish kerak? Xo'p, bu har doim takrorlanishi kerak albatta. Xo'p, agar deb savol beramiz. Agar nima qilsa sezgirlikdan. Keling, sezgirlikdan rangga tegingandan olamiz. Rangga teginganda. Rangada mana pipetkamiz bor. Pipetkadan jigarrang rangni belgilaymiz. Mana. Teginsa nima bo'lsin? Hammasini to'xtatsin. Mana, stop, start mana. Ko'ramiz. Hop, mana to'xtadi. O'yin to'xtadi. Ko'rdinglar? Ikkita kerakli buyruq. Mana shu narsani buni ichiga olib qo'ysak ham bo'ladi. Mana.
Buni olib tashlasak, mana umumiy bitta buyruq bo'ldi. Mana stop, start. Mana. Xohlasangiz asli holicha qolsin mana. Ikkita alohida buyruqlar. No, ketma-ket yozish muammo emas. Xo'p, endi eng asosiysi ahamiyat berib turadigan joylar burchak ostida kelib bizning taxtachamizga tegingan strelkamiz shu burchak ostida qaytib ketish kerak. Shuni hisob-kitob qilishimiz kerak. Keling, buning uchun biz xo'p, umumiy 360 gradus haqida tushuncha, yo'nalish haqida tushunchani birmuncha mustahkamlab olamiz. Xo'p. Nima bo'ladi? Demak, yo'nalishimiz bor. Yo'nalishlar mana keling 4 ta to'g'ri chiziq kesishtiramiz. 2 to'g'ri chiziq kesishtiramiz. Yo'nalishlar demak har bitta to'g'ri chiziqqa tomoni demak mana bu yer 0 yoki 360. Mana bu yer 90. Mana bu yer 180. Mana bu yer 270. Ko'rib turganingizdek har bitta bo'lak 90 gradusdan iborat bo'lib turibdi. Mana 90 gradus 180 270. Ko'rib turganingizdek mana bu burchak mana bu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, bu 180 dan ko'proq, mana bu burchak 270 dan ko'proq, 360 dan kamroq. Mana bu burchak masalan 0 dan 90 oralig'ida, mana bu esa 90 180 oralig'ida bo'ladi. Demak, bu yo'nalishlarni ko'rib oldik. Endi ayni holatda mana ko'rib turganingizdek, mana shu holatni chizaman. Mana taxtachamiz, strelkamiz kelib urilib turibdi. Mana. Bu demak qaysi tomonda? 180 gradusdan katta qiymat. Ya'ni yo'nalish qiymati bo'yicha hozir tushuntirib beraman. Yo'nalish nima? Bizda 180 dan katta. So'rov beramiz. Ha, shunday bo'lsa, nima qilsin? U albatta shu burchak ostida qaytib ketsin. Kelgan holatda qaytib ketsin. Nima qilinadi? Mana shu qiymat. Ya'ni so'ragan narsamiz mana bu burchak kelgan. Hozir keling bitta chiziq chizaylik qizil rangda mana. Mana shu burchak va mana bu burchak bir-biriga teng bo'lishi kerak. Shu holatdagina bu yerga qaytib ketadi. Aniqlash uchun bilasizlar, qo'shni burchaklar va turli tushunchalar bor bilasizlar qo'shni burchaklar haqida. Xo'p. Bu burchakni aniqlash uchun matematik jihatdan oddiygina ko'rinib turibdi geometriyadan ham. Bizda ham bunaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni 180 gradusdan mana buni ayirsak, ya'ni qo'shni burchak umumiy yig'indisi 180 mana. 180 dan ayiramiz. 180 to'xtab turing, uzr. 180 dan ayiramiz yo'nalish. Mana bu chiqadi. Ana endi buni topish uchun xo'p. Burish uchun, kechirasiz, burish uchun mana shu qiymatni 360 dan ayirsak yetarli. Ya'ni qaysi qiymat kelib chiqadi? Demak, ozgina qiymat kelib chiqadi. Butun boshli bir krug aylanamiz. Qancha bo'ladigan bo'lsa, 360 dan ayirib qo'ysak yetarli. Hozir ko'rasiz, ma'nosini yana bir tushuntirib beraman. Savollar bo'lsa, kommentariyada qoldirasizlar yoki murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p. Demak, nima bo'lsin, har doimgidek o'yinimiz start bosilganda boshlansin. Xo'p, nima qilsin? Har doim takrorlansin. Hozir umumiy bitta buyruq qilamiz. Hozircha alohida buyruq qilib turibmiz. Nima qilamiz? Agar deb turibmiz. Agar nimaga teginsa? Taxtakachga sezgirlik. Mana. Boya rang oldik. Ana endi biz biror bir qahramon, ya'ni taxtakach qahramoni, taxtakach battin 3 ekan. Shunga teginsa nimalardir bo'lsin. Yana agar degan savol bor, chunki 180 gradusdan yo katta yo kichik yoki yo'nalishimiz shu haqida bo'lib turibdi.
Mana. Shuning uchun ikkitalik oldim. Agar bu aks holda teskarisi. Demak, agar nima bo'lsa, demak operator foydalanamiz. Operator, mana operatorlarimiz bor. 180 dan katta. Mana 180 dan katta. Xo'p, nima? Yo'nalish. Yo'nalishimiz demak katta bo'lsa. Nima bajarsin? Boyga aytgan gapim amallarda bajaramiz. Demak, mana ikkita aero operator kerak bo'ldi bizga. Xo'p, nima qildim? 180 dan biz o'sha burchak ostini topish uchun 180 dan ayirdim nimani? Hozirgi anga. Mana. Xo'p, harakat yo'nalishi mana buni olamiz va buni ichiga 90 ning o'rniga joylashtiramiz. Mana. Xuddi shu operator nusxa qo'yib, mana bu yoqqa qo'yamiz. Faqat buni joyini almashtiramiz. Keyin tushuntirib beraman nimagaligini. Hop, keyin ko'payib ketyapti. Buni o'zingizlar ham tushunib olasizlar. Tushunmasanglar bemalol kommentariyada yozinglar. Mana shu. Ana endi xo'p. O'yinni 3 ta kodimiz bilan davom ettiramiz. Hop, stop, start. Ketdi, o'yin boshlandi. Mana. Xatolik. Mana xatolik bo'lib turibdi, qaranglar. Mana o'yinni qaytadan ishga tushiraman. Mana. Mana. Ko'rdinglar? Takror va takror mana pirpiray bo'lib qoldi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Xo'p, strelkamiz qachonki kelib, mana bunga teginganda va aylanganda uning orqa qismi yana tegib qolgani uchun yana teskari amal bajaryapti. Yana nima qilyapti? Yana bu yoqqa burilib qolyapti. Yana teginyapti yana. Shuning uchun pirpirab qoldi joyida. Buning uchun nima qilamiz? Biz oddiygina aldo yo'lini foydalanamiz. Demak, nima qilamiz? Har safar strelka kelib teginganda, uni qandaydir masofaga uzoqroqqa yuborib yuborishimiz kerak. Uning uchun biz mana keling, uni masofaga yuborish uchun nima qilishimiz kerak? Bir 20 qadam yurg'izib yuboramiz uzoqroqqa. Mana. Ana endi tekshiramiz. Stop, start. Mana o'yin boshlandi. Mana. Hozircha bexato. Ana endi mana bu strelka qachonki bunga kelib teginsa bu yo'qolish kerakmi? Shartimiz bo'yicha. Xo'p. Keling, oddiy kod yozamiz yana. Demak, qachonki start bosilganda nima bo'lsin? Teginsin har doim. Nimaga? Shu strelkaga. Sezgirlik. Strelkaga teginsa, mana arrow strelkasi teginsa, nima bo'lsin? Bekinsin ko'rinishdan. Mana yashirish. Mana stop, start. Mana. Faqat mana bu shar uchun amal qiladi hozircha. Qachon u sharga teginsa, ana, ko'rdingiz, shar tugadi. Xo'p, o'yin boshlanganda mana stop bosdik, start bosganda boyagi sharimiz ko'rinmaydi. Buni ko'rsatish uchun uning uchun bir marta bajariladigan, ya'ni ko'rsatish buyrug'ini bajariladigan buyruq qo'shib qo'yishimiz kerak. Mana. Demak, sharimiz uchun buni yasadik. Bu kodimizni yasadik. Qolgan sharlarni o'chirib tashlaymiz. Hammasini o'chirib tashlaymiz. Va mana shu shardan nusxa olamiz xolos. Mana. 100 ta olsangiz ham bo'ladi, 10 ta olsangiz ham bo'ladi. Faqat sharinglarni kerakli ko'rinishda, kerakli joylarga joylashtirib chiqsanglar tamom. Mana nechtasidan nusxa olsanglar bemalol. Mana. Demak, nusxa olganda nima bo'ladi? Shu kodinglar bilan o'zinglar bilan kodinglar tushadi. Strelkani ham kelinglar o'zgartirib qo'yamiz shar ko'rinishiga. Buning uchun nima qilsa bo'ladi? Juda oddiy. Shar qo'shdik. Keling, mana shu sharimizni qo'shdik. Kostyumini olamiz, ko'rinishga kiramiz. Mana shundan nusxa olamiz. Qayerga qo'yamiz? Mana shu yerga joylashtiramiz.
va strelkani o'chirib tashlaymiz. Tamom. Buni yopamiz. Bizda ko'rib turganingizdek, demak kodimiz boshqa yozib o'tirishimiz shart emas. Bizga strelka nima kerak edi? Albatta yo'nalishni ko'rib turishimiz uchun kerak edi. O'yinni boshladik bo'lmasam.